Bugun maktablarda yana bir o'quv yili tarix sahifasiga muhrlandi. So'nggi qo'ng'iroq yana minglab qalblarni hayajonga solib yangradi. Ammo bu oddiy sadolar emas, yangi avlodning orzusi, maqsadlari, yangi hayot sari chorlovidir. Joriy o'quv yilida 472 ming nafar o'g'il-qiz maktab ta'limini tugatib, katta hayotga yo'llanma olmoqda. Qonarlisi ularning 171 nafari hali maktabni tugatmasdan turib dunyoning yetakchi universitetlariga, yana minglab bitiruvchilar mamlakatimizdagi oliygohlarga qabul qilindi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev qutlug' sana munosabati bilan mamlakatimiz maktablarini bitiruvchi o'g'il-qizlarga tabrik yo'lladi. Viloyatida ham 561 ta umumta'lim maktablarida 27 mingdan ortiq o'quvchilar bugun aynan maktab bitiruvchilari hisoblanadi. Eng quvonarlisi, ularga davlatimiz rahbari prezidentimiz tabrik yo'lladi. Bu tabrikni barcha hayajon bilan tingladi. Bugun juda xursand bo'ldik. Yurtboshimiz har doim qo'llab-quvvatlashiga, tengdoshlarimiz bilan amin bo'ldik. Menga juda katta motivatsiya berdi va men orzularim yo'lida intilaman, harakat qilaman va prezidentim ishonchini oqlayman. Qo'shko'pir tumanidagi ikkinchi son umumta'lim maktabida bo'lib o'tgan tadbirda ishtirok etgan mehmonlar ham so'zga chiqib yoshlarga kelgusi o'qish va ishlarda muvaffaqiyat tiladilar. Mana prezidentimiz tabrigida aytilganidek, respublikamiz bo'yicha 11 ming nafardan ortiq bitiruvchilarimiz maktabni oltin, kumush medallari bilan bitkazmoqda. Shularning orasida meni farzandim borligidan juda faxrlanaman. Prezidentimizni tabrigini eshitib yanada quvonch yoshlari keldi. Farzandlarimizga mana dunyo eshiklari ochildi. Qaysi mamlakatga borib o'qiyman desa imkoniyatlar yaratilgan prezidentimiz tomonidan. Rahmat aytaman prezidentimizga. Vatanni madh etuvchi qo'shiqlar yangradi. Faol va tashabbuskor o'quvchilar va o'qituvchilar taqdirlandilar. Shuningdek, tadbirlar doirasida jismoniy tayyorgarlik darajasi sport sinovlarining ixtiyoriy va maxsus talablarini muvaffaqiyatli topshirgan 7-17 yoshdagi o'quvchilar ko'krak nishonlari hamda sport formalari bilan taqdirlandilar.